Assalomu alaykum Shariz Brend obunachilari. Biz hozirda Andijonga yetib kelganmiz. Bu yerga, ushbu xonadonga mana kirish qismi. Pardalar ilgani keldik. Qisqacha remontlari bilan birinchi tanishtirib ketamiz. Ko'rib turganingizdek, bu xonamiz detskiy bo'ladi. Mana lyustralari, patolog qismi, tanlangan ranglar, e'tibor berildi, juda ham chiroyli chiqqan. Bu remontni Art House jamoasi bitirib bergan. O'zi bu obyektda 5-6 ta obyekt olishgan. Bu yer adashmasam sanuzel. Mana sanuzel. Shunaqa ochilib yopiladiganlik kabina. Adashmasam Ariston. Sushilka, unitaz barchasi bor. Rakvinalar did bilan qo'yilgan kafellar juda ham chiroyli chiqqan va remonti ham o'ta sifatli tayyorlangan. Chunki Art House'da hammasi sifatli bo'ladi. Bu esa kuxnyasi. Bu yer oddiyroq qilib remont qilingani, bundan zo'r remontlari bor edi. Video olishga erinardim. Endi bundan buyog'i har bitta borgan joyimizni remontini ko'rsatib ketaman birinchi. Qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. O'zingizlarga foydali, manfaatli bo'ladi, chunki qanaqa remont qilsam ekan deb o'ylanib turganlar ko'p. Mana suv isish hamda batareyalarni ishlatish uchun katyol qo'yilgan, umni katyol. Bu esa gaz plita. Xullas, Art House'da nimalar bor? Har bitta detalini o'zi tayyorlaydi. Aboy deysizmi, rang deysizmi, mebellar, podключ remont, gilamigacha solib berishadi. Shu ham juda ham chiroyli chiqibdi. Qayerda yonar ekan? Bu yerda yondi. Bu esa mehmonxona. Mehmonxonasi ham juda ham chiroyli chiqqan. Divizionasi aytyapman-ku, bu yer oddiyroq remont qilingani, bundan zo'r remontlar qilib topshirishdi. Mana shu obyektda o'zida o'zimiz pardalarni qo'yib berganmiz. Juda ham cho'tki chiqqan remontlari bor. Mana xudo xolasa yotoqxonasiga keldik. Kirdik to'g'rirog'i. Shkaflari hamma yo'g'i joy-joyida, lyustralari. Patolog qismi. Bu yerda ham sanuzeli bor ekan. Mana sanuzel. Svetlari, soatlar, rakvinalar, unitaz, sushilka, tahorat oladigan va albatta shampun o'zida boshqa narsa yo'q. Mana smestitillarigacha suvlari qo'yilibdi. O'sha joyda keling. Chiqib shekilli. Biz zo'r ekan. Nasib qilsa olgan odamga mazza qilib yashasin. Endi biz pardalarimizni ilamiz. Bizga yuzashda davom etinglar. Karnizlarimizni relislariga krючкаlarni o'tkazib oldik. Endi hozir birma-bir qatirib chiqamiz. Mana shu yerga bo'ladi. Temir karniz olingan. Karnizlarimiz o'rnash jarayonida. Bu yotoqxonaga ilinib turgan pardamiz. Kecha kelgan edik. Kechroq keldik, 3:30larda iftor payti bo'lib qo'yganiga qaytib ketdik. Bugun boshqatdan keldik ertaroq, hozir tugadi tezda. Bu esa bolalar yotoqxonasi. Ko'rib turganingizdek, dazmollash jarayonlari ketyapti. Chiroyli rang. Hali to'liq holatda bo'lsa, hamma yo'g'i bir-biriga mos kelib, uy ko'rkamlashadi. Bu esa mehmonxonamiz, dazmollash jarayoni
ilib oldik. Xudo xolasa endi faqat dazmollab chiroyli qilib tersak bo'ldi. Bular hammasi relesli, mana surib ishlatilaveradi. Ranglari ham juda ham mos kelgan. Patsvet bo'lib. Bu hozir seriy ko'rinishi mumkin. O'zi aslida rangi boshqacharoq. Yotoqxonamizda ham parterlar aylanyapti. Mana ko'ringlar. Qop-qorong'i olib, bemalol dam olib yotaveradi. Quyosh hozir juda ham yaxshigina urib turibdi. Hali yana yoz kelganda qattiq issiqlarda ham bemalol to'sib beradi. Material juda ham sifatli. Zo'ridan. Blackout material. Oshxona ham bo'lgan. Pliza jaluzi qo'yganmiz bu yerga. Ko'rib turganingizdek turetskiy material. Mana quyosh o'tkazish foizi bor, lekin tashqarida ichkari umuman ko'rinmaydi. Mana ishlashi tiniq. Bu yer juda ham qimmat joyda joylashgan, Andijonda Qoq markazida. Pushkin bog'i. O'zi uylar ham juda ham qimmatidan qurildi. Betga уже adashmasam 5-chi yo 4-chi kelishimiz. Yana obyektlarimiz bor. Bitgan pardalarni ilib ketyapmiz. Spalni xonamiz ham tayyor, hozir teriladi. Ketadigan bo'lib qoldim, shunga shunchaki video ko'rsatib qo'yapman. Bu esa mehmonxonamiz. Ko'rib turganingizdek chiroyli bo'lib o'rnadi. Oshxonani ko'rsatdim. Mana turish holati. Bu esa detskiy xonamiz. Svetini to'g'rilaymiz. Bu ham hozir teriladi. Dazmollari bo'ldi. Agarda sizlarga ishlarimiz yoqqan bo'lsa, bir dona like bosishni unutmanglar. Va kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Zo'r remontlarni sizlarga tavsiya qilamiz va ko'rsatib boramiz. Bundan buyog'i sizlarga ham shunaqa uylar nasib qilsin. Sog' bo'linglar.